Xromatografiya bu aralashmadagi moddalarni bir-biridan ajratish usuli. U moddalarning turli tezlikda harakatlanishiga asoslangan. Xromatografiya ekologiyada suv va tuproqdagi ifloslanishni, tibbiyotda dorilar va qondagi moddalarni, biologiyada esa hujayra ichidagi molekulalarni aniqlash uchun ishlatiladi. U aralashmadagi moddalarning ajralib chiqishiga asoslanib, ko'zga ko'rinmaydigan kimyoviy tarkibni ochib beradi. Shu sababli xromatografiya ilm fanida juda muhim tahlil usulidir. Bugungi tajribamiz davomida bizga shisha stakan, toza destillangan suv, shisha tayoqcha, filtr qog'ozi, qaychi, qalam, chizg'ich va rangli markerlar kerak bo'ladi. Tajribamizni filtr qog'ozini kesib olishdan boshlaymiz. Qog'ozni kesib olganimizdan so'ng uni shisha tayoqchaga o'rab mahkamlab qo'yamiz. Filtr qog'ozimizning tekis kesilgan burchagi pastga qarab turgan bo'lishi lozim. Shisha stakanimizga oz miqdorda destillangan suv to'ldirib olamiz. Bir santimetr tepalikda start chizig'ini chizib olamiz. Shu bilan bugungi tajribamiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr!